Nega Nimajon YouTube'dan tanaffusga chiqdi? Ayni shu haqida gaplashib olamiz. Assalomu alaykum YouTube ahli va mening aziz Limiverset oilam. Bugungi mavzuimiz shundan iboratki, men nega comeback qilayotganim va oxirgi postimdagi kommentariyalarga javob. Ko'rib turganingizdek, men birinchi marta ovozli video qildim va bu ovoz hech qanday effektlarsiz o'z ovozim. Ketishimga nima sabab edi? Bu sabab qaranglar. Bu bitta ma'lum bir sabab yo'q. Sabab maktabga bir oy qolgan edi. Men hech narsaga ulgurmagan edim. Asosiy sabablardan biri ulgurmay turdim. Hech narsaga ulgurmayapman. Misol uchun bironta ish qilsalar ayyomlar shunday YouTube kanalimga kirishim kerak degan narsa, telefon o'ynashim kerak degan narsa, shoshilib ishni chala qilib o'zimga gap eshitaman. Toza ish qilsa o'zimga ham yaxshi. YouTube'ga bas, maktabga borma, maktabgacha endi o'zgarish kerak, yaxshi tomonga. Ertalabda turishda telefonsiz yashashni o'rganish kerak-da endi. Bu qiyin narsa emas, endi baribir. Yana bir kichik sabablardan biri qanaqadir janjallarga qo'lim kirib, qanaqadir nolikka boshqa narsalar bo'ldi. Kim yuragiga sig'adi, shuna nolikka yoki boshqa narsa bu kontaktingiz tarqalib ketib turganda sharmanda bo'lishingiz bo'lsa, yaxshi unaqa bo'lmadi. Nolikka YouTube'ga anaqa qilib video qilib o'tirgan endi baribir bo'lmasdi. Yana bitta narsa, men ideya topib, original YouTuber bo'lmoqchiman-da. To'g'risi, kopiya bo'lib boshqa so'zni olmasdan original, misol Rixonju, Tayimitsu opalarga xafalatlik qilaman. Ular originallarda, ular yoqadi menga, havas qilaman. Men original ideyalarimni topib, normal YouTuber bo'lishni xohlayman. Ko'p birovlarni videosini chopib qo'yib videolarini, chunki vaqt yetishmayapti. Comebackda haftada 2-3 video yasab qo'ysam anchaga qolardi. 4 hafta dam oldim. Anaqa o'shanda qo'yib nima qilaman? Ideya topib, taomga nima qilguncha bo'lmayapti. Comeback paytimda asosiysi shu ideyalar, konkurs, o'yin, qiziqarli sizlarni qiziqtirish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Va comeback ochgan kunimdan boshlab sochimni kestirdim. O'zimga stil yarashtirish boshladim. Kurslarga bormoqchiman, o'xshamadi kurs. Shunaqa yangiliklar, konkurslarda qatnashdim. Butun YouTube'da ketmadim-da. Bir xilga ayrim obunachilarim YouTube videolariga aktiv bo'ldim. Konkurslarda qatnashdim. Obunachi yig'ishga harakat qildim. Bu marta o'zi 70 ta 80 ta obuna yig'dim. Ularni 40 ta 30 bo'ldi. Mana 3-mana kommentimizga keldik. Kommentga ancha ko'p odam yozmagan, 6 ta 7 ta xolos. Shularga ham o'zim va'da berib qo'ydim. Bitta atib qaytaraman deb uzr. Nima qilyapman? Gapni bilmaymiz. Comebackda sizni qanday kutib olaylik deyishganiga, mani misol qo'llab-quvvatlab, o'z fikringlarga ega bo'lib, fikringlarni bildiringlar video haqida, sifati haqida, ideya haqida, qanaqa xatolar bor. Menga omad, rahmat, boshqa gaplar kerak emas, paxta kerak emas. Muhimi fikringlarga ega bo'lib, menga video haqida gapiringlar, podдержка bo'ladi shu. Даже hate bo'lsalar ham mayli, menga aktiv kerak. Hech qanaqa paxta kerak emas. Endi esa shunchaki qanday yangiliklar yaratgani haqida gaplashib o'tamiz. Xudo xohlasa rosa harakat qilib ideyalar topib, sifatli videolar yasayapman. Boshida rosa ko'p yazaman, hozircha yasagam yo'q. Katta konkurslar, o'yinlar, qiziqarli sizlar kutyapti. To'g'risi, keyin 'Blackpink' yarataman.
Alisaga xiyonat qilmayman. Biroq men Jenniga bo'lmoqchiman bu safar. O'zgartirsa qanday bo'lardi? Jennini hamma narsalarni yaxshi ko'raman. Jennini tanladim va Blackpink albatta ozgina ko'makdan keyin bir haftadan keyin bo'ladi va katta o'yin konkurslar bo'ladi. Konkurslarga 3tadan hamkor olaman. Ularni akkauntida oldindan aytib qo'yganim uchun uzr, bu sizlarga qiziqchilikni qoladi. Endi baribir chiqib ketdi. YouTube'ga qo'yim kelyapti, nima chidayapman. Sizlarga sog'inib ketdim. Akkauntda kamida 10 ta bo'lishi kerak konkurs hamkorlarimiz. Rosa xudo xohlasa tantanali ravishda bo'ladi deydi. Xursand kutmoqchiman. Yana battlelar qilaman. 3 martadan battle o'tkazaman. 5 ta obunachimni tekin garang chiqaman. U menga aktiv bo'lib qo'llab-quvvatlab tursa bas. Qanaqadir narsalarga yordamlashib, obunachim bo'lishi shart bas. Begonalar bo'lsa ham mayli. Keyin yana boshqacha ideyalar topyapman. Sizlarga qiziqarliroq bo'lishi uchun hamma ideyalarim o'zimga. Sizlar uchun atalgan videolar ham qilaman. Comeback hammaga yoqsa kerak. O'zim uchun juda yoqimli videolarni qayta ko'ryapman. Hozir 40 tacha video yasab qo'ydim. Maktabga formaga kelsak, back to school olaman. Keyin balki bo'lganimda yuzimni bangsa qo'yishga va'da beraman. Keyin to'g'risi faoliyatimni yurtganimda shunchalik obunachiga erishdim. Даже 1-2 bo'lolmadim. Yana 2 yil ketadi deb o'yladim. Lekin yo'q. Oldin men oddiy g'alati videolar yasaganman. Shunda o'z 5 dan oshdim. Xudo xohlasa uzoq 2 oyda balki qilib berishga harakat. Ko'payinglar izroq konkurslarga qatnashmayman. Keyin ko'p premiyalar kutyapsizlardi. Danslarimdan o'zimni shaxsiy danslarimni tushib tashlayman. Coverlarimni qo'yib turaman. Juda ko'p bo'ladi bunaqalar. Balki bo'lganimda butun YouTube'ni polni qo'yaman. Qiziqarli o'yin videolari bilan 10-avgust ko'rishguncha hammani yaxshi ko'raman.